Va alaykum assalom, marhamat o'tirib olinglar. Bugun biz sizlar bilan o'zbek adabiyotining eng muhim va buyuk shaxslaridan biri bo'lgan Alisher Navoiy haqida gaplashamiz. Kim u haqida ma'lumot biladi? Qani Islom? Ustoz, u Hamzani o'ziga. To'g'rimi? O'tirishing mumkin. Barakalla, to'g'ri aytasan. Alisher Navoiyning shoh asari hisoblanadi hamsa beshlik degan ma'noni bildiradi va o'z ichiga 5 ta dostonni oladi. Birinchisi Hayratul Abror. Ikkinchisi Farhod va Shirin. Uchinchisi Layla va Majnun. Sen ham bilardingmi? O, Islom. Bolalar, jimlik. Qasloq aqli yo'qotdimi? Va alaykum assalom. Gulnoraxon, tinchlikmi? O'ylanib o'tiribsiz. Bir o'quvchimning juda ham qobiliyatli, lekin negadir o'ziga ishonmaydi. Do'stlarini masxaralashi esa Gulnoraxon, bilasizmi? Har bir bolaning ichida olov bo'ladi. Ana shu olovni yoqish uchun o'qituvchiga shijoat kerak. Buni unutmang. bolajonlar, bugun sizlar bilan ajoyib bir mantiqiy o'yin o'ynaymiz. Har biringiz o'zingizni nimadirga yoki biror bir buyumga o'xshatasiz. Keling, hozir o'zim birinchi boshlab beraman. Masalan, men o'zimni mana bu idishga o'xshataman. Bilimlarimni to'playman va mana shu bilimlarni sizlarga ulashaman. Kim o'zini nimaga o'xshatadi? Qani endi siz? Men do'stimni sport mashinasiga o'xshataman, chunki hech kim menga yeta olmaydi. Yana kim? Men o'zimni raketaga o'xshataman, chunki men juda chaqqonman. Men o'zimni qo'rchoqqa o'xshataman, chunki meni ko'p qarashga o'xshaydi. Barakalla, yana kim? Bolajonlar, shovqin qilmasdan. Islom, sen o'zingni nimaga o'xshatasan? Bilmadim, ustoz. Men o'zimni urug'ga o'xshataman, hali o'smagan. Lekin bir kun kelib, u daraxt bo'ladi. Ajoyib o'xshatish, urug'ga. Bilasizmi, mana shu mayda urug'ning ichida katta bir ulkan bir daraxt yashaydi. Faqat unga g'amxo'rlik kerak. Va alaykum assalom. Men uni Navoiyni hamsasini o'qimoqchi edim. Men o'zim beraman shu kitobni senga. O'qib bo'lgandan keyin fikrlaringni aytasan. Xo'p? Kelishdigan. Bir urug' ekasan, u daraxt bo'lib o'sadi. Bir so'z aytasan, u qalbda muhrlanadi. Bu ta'limning kuchi.